20-bob. Xayrot va yaxshi ishlar bayonida. Har sohibi davlatning himmati zimmasiga vojibdirki, bu foniy jahonda umri vafo qilishga boqib, yaxshi ish qoidasini tebratgay va yaxshi amal binolarini bunyodin mahkam etgay. Chunki har kishi yaxshi amal imoratini ustuvor qilsa va o'zi o'lgandan keyin boqiy qolsa, uni barokatidan har lahza fayzu futuh osori ul kishi ruhiga yetadi. Bu amalni joriy sadaqalar deydilar. Ya'ni sadaqa fayzi daryo doimo oqib turgandek hamisha davom etadi. Chunonchi masjid, ibodatxona va madrasa barpo qilish, xonaqoh bino qilish, langar qurish, ariq qazish, ko'prik solish va shu kabi xalq umumiy manfaati uchun yaratilgan narsalar shular jumlasidandir. Modomiki qilingan ish yoki asar boqiy qolsa, savobi va hadiyasi bino qiluvchisining ruhiga yetib turadi. Nazm. Yaxshi namuna aylab har kim vafot etmish, har lahza toza fayzi ruhi qoshig'a yetmish. Har bir xushyor oqil inobat sayqali bilan g'aflat zangini xotira oynasidan tozalasa, dunyo ulug'lig'i zavol topishi to'xtashini biladi. Albatta bu foniy saroyga kelishni xususida yaxshiliklar yodgorligidan boshqa narsa boqiy qolmasligi mohiyatini tushunadi. Podshohlar, umaro va davlatmandlardan qolgan har bir oliy imorat va sharif mavzelar tufayli ularning hayotlari osori ro'zg'or sahnida va davron sahifasida sobit va yozib qoldirilgandir. Ularning otlari oqillar va noqillar qoshida, balki bisyor ulug'lar va kichiklar oldida mashhur va ma'lumdir. Noqillar arabcha naql qiluvchi hikoya aytuvchilar degani. Bayt. Chunki qolmas bu jahoni beqaror, yaxshi ish qilg'ilki qolg'ay yodgor. Bu olamda har narsaning yodgori sobit qoladi. Xususan yaxshi ishlar zamona lavhlari yuzidan yuvilmaydi. Burungilardan qolgan xayrli imoratlar va ular to'g'risidagi hikoyalar otadan o'g'ilga, o'g'ildan nabiraga, nabiradan chevaraga va shunday qilib quloqdan quloqqa eshitilib, keyingi zamona ahligacha yetib boradi. Ketdi Kisro, qoldi lik ayvoniki qissasi, bordi nomon lik churavnaqi zikri bor. Ulug'lar aytishicha, Xudo tavfiqi va lutfining himoyati vali dunyo mazid oshiyonidan parvoz qilib, davlat soyasini uning kamkorligi farqiga solsa, ziyodalik va barakat bizning qoshimizdadir. Haq marhamati va karamining baland parvozi ado bo'lmas. Fayzi sahnidan jilva ko'rsatib, saodatmandlik qo'liga qo'nsa, holiga loyiq ahvoli sahifalariga. Agar shundan keyin ezgu ish qilsangiz, o'zlaringizga ezgulik qilgan bo'lursiz. Isro surasi 7-oyat ma'nolar tarjimasi. O'zlaringizga ezgulik qilgan bo'lursiz raqamlari birla oroyish bergay. Xayrot yaxshi namunalar barpo qilish boqiyoti solihotdir. Ya'ni o'zidan keyin qoladigan yaxshi amallardan joriy sadaqalar oxirat safari uchun ozuqa muhayyo qiladi. Chunki uning ne'matlari, zikri va karamlari, shukri jahon atrofiga yetgay. Madhi va ofarini har zamonda va har yerda ma'lum bo'ladi. Zabarjat tog' o'zi oltun bila bu so'z bitilmish kim, karam ahlin ehsonidan o'zga qolmag'ay boqiy. Hadisda keltirilishicha, kishi oxirat manziliga borganida 3 narsadan boshqa hech amal anga hamroh bo'lmaydi. Birinchisi joriy sadaqalar. Chunonchi masjid va ibodatxona, xonaqoh, madrasa, mevali daraxtlar ekish, langaru quduq
ko'l va ko'prik bino qilish. Ikkinchisi, shunday ishki undan haloyiqqa hamisha foyda bo'ladi va uchinchisi uning ruhiga yaxshi farzandlar qilgan duolar. Demak, podshohlik viloyatini tasarrufiga qo'l urganlar va shahonshohlik borgohdagi taxt ustida o'ltirganlarga himmatlari me'morini avvalo masjidlar bino qilish va madrasalar barpo qilishga sa'y-harakat ko'rsatishlari yarashadi. Shu xususda Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni mukammal o'qigan, zakot bergan va faqat Allohdangina qo'rqqan kishilar obod qilurlar. Oyati nozil bo'lgan. Tavba surasi 18-oyat ma'no tarjimasi. Hadisda yozilishicha, har kishi Xudo rizosi uchun bir masjid bino qilsa, Haq subhanahu va taolo uning uchun jannatda saroy bino qiladi. Eski masjidni ta'mir qilsa ham hukmi shundaydir. Masjid imoratlarini bitirgandan so'ng imomu muazzin tayinlash lozim. Ularning turmush kechirishlari uchun mablag' ajratilishi kerak, toki farog'at va beg'amlikda o'z vazifalari bilan mashg'ul bo'ladilar. Ovqat qidirish uchun o'z ishlaridan qolmaydilar. Ikkinchisi shuki, baland toqili madrasalar bino qilish kerak va ma'no mahbubini iborat pardasidan chiqarib yaxshi taqrir qiladigan mudarrislar va mafhum dillarin so'zlar daryosi qasridan ta'lim g'avvosligi bilan bayon sohiliga chiqaradigan muallimlarni anga tayin qilish lozim. Ular dars aytishlari bilan shariat ilmi urug'ini olam sahniga sochgaylar. Buning savobi va barokati ularning davlatlariga madadkor bo'ladi. Bulardan tashqari, viloyatpanoh shayxlar va dil ogoh sufiylar uchun pokiza xonaqohlar va musaffo ibodat xonalar bino qilish kerak. Haqiqat toliblari va hunarlarni o'rganuvchilarning sharif nafaslari sharofati bilan maqsadlari nihoyati va talablarini amalga oshiradilar. Ularning ahvollari va himmatlari nurlari ta'siri bu xayrotning sababi bo'ladi. Podshohlarning sharofati moddiy va ma'naviy baxt saodat topishi uchun sabab va vosita bo'ladi. Chunki madrasa va xonaqoh binolari bitgach, ular ichida joylashgan ilm toliblari va darvishlar turmush tashvishidan xotirjam bo'lib, fikru zikrlari o'z mashg'ulotiga qaratishlari uchun ularning vazifalarini aniq tayinlash kerak. Buqa xayriya binolarini ta'mir qilish kerakki, unda kambag'allar va muhtojlarning ertalik, tushlik va oqshomlik ovqati muhayyo bo'lsin. Toki xayrot egalarining xotiralari jam va ko'ngillari to'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana shifoxonalar barpo qilib, unda tajribali tabib va mushfiq hakimlarni tayinlab, dorilar, sharbatlar va ovqatlarni kerakligicha tayyorlatib muhayyo qilish kerak. Bularning barakatidan kishilar dunyoda sihat va salomat bo'lib, oxiratda oqibat va karomat topadilar. Mustahkam langar va ko'rkam musofirxonalarni qurish va ta'mirlash kerak. Bular yo'l jafosidan mashaqqat chekkan yo'lovchi musofirlar oromgohi va mehnatkash g'ariblar tunaydigan joydir. Buning natijasi jamiyat uchun ko'p foydali va samarasi behisobdir. Suvlar ustiga ko'priklar qurib va ta'mirlab qo'yish zarur. Chunki xaloyiqning undan o'tishi oson bo'ladi. Bir xabarda keltirilishicha, har bir musulmon kishi jamoat yo'lida ko'prik bino qilsa, Alloh taolo u kishini Sirot ko'prigidan o'tishini oson qiladi. Agar odam jamoa manfaatlari uchun ariq va quduqlar qazdirsa, qiyomat kuni u tashnalikdan qiynalmaydi. Hikoya qilinishicha, sahobalardan biri Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga arz qildiki: "Ya Rasululloh, onam ruhi uchun xayr qilish va sadaqa berishni maqsad qildim. Bu ishda menga nimani buyurasiz?" Hazrat buyurdilarki: "Hamma sadaqalarning yaxshisi suvdir.
Shundan so'ng u sahoba bir quduq suv sotib olib musulmonlarga vaqf qildi va savobini onasining ruhiga baxshida etdi. Va yana har bir kishi ulug'lar mozorlarini ta'mir qilsa, uning davlatiga baxt, saodat madadkor bo'ladi. Umumiy xayrotdan birisi shuki, burungi o'tgan ehson pesha mardlar xayriya imorat va binolar ta'mir qilib, ularning ta'minoti uchun ko'p mulk vaqf qilganlar va u vaqf mol mulki va xo'jaliklarini boshqarish uchun mas'ul kishilarni tayinlaganlar. Agar u mas'ul shaxs diyonatsizlik qilsa, rahbarlikni uning qo'lidan olib yana boshqa ishonchli va e'tiqodli kishiga topshirish kerak. Xayriya binolari, vaqf, mol-mulk va yerlariga taalluqli mahsulotlar uchun mas'ul kishilarga vaqf qiluvchining niyati va maqsadini tushuntirish, yetkazish kerak. Vaqf, mol-mulk va yerlar mahsulotini yig'ishga diyonatli va insofli kishilarni mutasaddi qilish kerak. Shuningdek, ularga e'timod, ishonchdan tashqari, ularning faoliyatini vaqti bilan tekshirishni tashkil qilib, ularning xiyonat qilish ehtimolidan ko'ngilni xotirjam etish kerak. Umuman vaqf mol mulki va yer xo'jaligini yuritishni oson deb tasavvur qilish to'g'ri emas. Chunki bu xo'jalik ishini yuritishni shariatning qonun qoidalari bilan kuchaytirish zarur. Har bir kishi vaqf ishini shariat dasturi bilan rivojlantirsa, yaxshi ishga dalolat qiluvchi mukofot va savobda ul ishni bajo keltirgan kishiga teng bo'ladi. Hukmi bilan xayr mukofoti savobiga muyassar bo'lishda vaqf qiluvchiga sherik bo'ladi. Bayt. Xayr qil, yo xayrga bo'lg'il dalil, toki topqil qilg'uvchi yangilik savob. Shuncha xayr bobida ko'p so'z yuritilishidan maqsad shu ediki, joriy sadaqalarning savobi behad va bepayondir. Hikoya qilishlaricha ulug'larning biri xiyonat omonati hayotini ajal vakiliga havola qilgan edi. Uning vujudi bu dunyo foniy manzildan u dunyo barhayot saroyga o'tgan edi. Uni odamlar tushida ko'rdilar va undan vafotidan keyin sodir bo'lgan holatlar to'g'risida so'radilar. U dedi: "Ma'lum muddat azob iskanjasida, giriftor va uqubat changalida zaif va kuchsiz edim. Nogoh qutulish, najot al-iltifot nomasi karami ilohiy devonidan keldi. Haq, pok va oliy Alloh taolo gunohlarimni afv qildi. Tush ko'ruvchi yana so'radi: "Ma'lum qildingmi, qutulish sababi nima edi va nima uchun sen javobgarlikdan xalos bo'lding?" Javobda dediki: "Bir biyobonda bir musofirxonani ta'mir qilgan edim. Bir darvish havo issig'idan qochib kelib, shu musofirxona soyasida osoyishta rohat qildi va mashaqqati rohatga aylangani sababidan shunday duo qildi: Xudoyo, bu manzilni bino qilgan kishi ruhini mag'firat qil." Darhol uning duosi ijobat nishonasiga tegib, Alloh taolo meni ruhim gunohlarini kechirdi. Jahannam qiynog'idan jannat ne'matlariga yetkazdi. Ish yuzig'a fikr ila harchand boqdim, angladim. Yaxshi ish yaxshi ekandir, andin o'zga hech ekan.